700 ming yen qiymatidagi mana siz ko'rib turgandek mashinaning hammasini mukofot qilib tayyorladik. Yaxshimisilar do'stlar? Men Davud. Qanday gap deganda, bu yillik Qo'shto'g'roq masalasininki faoliyatiga biz 700 ming qo'y qiymatidagi 20 dona mashina, andan keyin bir mashina supun. Sajid markali so'pundan, ya'ni Banxalti so'pun. Andan keyin Qo'shto'g'roq markasidagi Juma arqidan 500 eshik, ana arqidan 500 eshik, Rayxondan 1000 quta. Andan keyin shu Ulanyiniki Gojusidan 100 eshik tayyorladik. Bunun qiymati saq 700 ming yen qiymatidagi mana siz turib turgandek mashinaning hammasini andan keyin shu boya ismi chiqqan narsalarni 7 darajaga mukofot qilib tayyorladik. Nereden setib olamiz deganda o'rni Aqsu Avatdachi. Avvalma bizni qo'shib olmaganlar, qo'shuvlanlar film uzrab ketib qolib qolsa, ammo keyingi vaqtini o'rnini bilmay qolsalar. O'rni Aqsu Avat noyisda yana Qo'shto'g'roq musallas zavodining ichida. Hamisha kirib bir ton musallas etilish orqali ta'limni sinab olsangiz bo'ladi. Unda bo'lsa, mana bu Avatniki sirtliklar bu musallasni qanday setib olamiz, bu faoliyat qanday qatnashimiz deganlar, yoki tafsilotni gapiring. Undaqda mana sirtqi Noy shahardagi do'stlar bizni undidor qetilish orqali Undidor orqali adresini bizga aytmasa, biz vakolatdan sizlarga necha ton olsizlar, 1 tonmi, 2 tonmi, 5 tonmi, 10 tonmi biz shunchatal karta bilan birga sepirmiz. Mal bag'andan keyin serib mukofot chiqib qolib qolsa, mashina deganda cho'ng-cho'ng mukofot chiqib qolib qolsa, o'zinglar kelisizlar cho'qim bu yerga bu mashinani go'q qilib akatmasang bo'lmaydi. Kelib mashina haydab kelsanlar bo'ldi. Yatoq, tomoq chiqimingni endi biz qilamiz. Andan keyin ma kichik, masalan, bir eshik yuzmarqi yoki ana orqa obo chiqib qolib qolsa, uni biz pochtadan kartini yo'llab bersanglar, biz pochtadan sepasak bo'ladi. Yana birisi mana bu mukofotga 20 tal mashina tayyor qilgandan keyin bu mashinaniki kona halqa urib so'qilgan mashinalar o'xshaydi deb bunda o'ylab qolmanglar. Hammasi pokiz ko'rgandek kun mashina bozor ilg'ab pokiz sifatli yaxshi mashinalarni sep qo'ydik. O'tgan yil 3 tal mashina sog'an. Bu yil 20 tal. Unda bo'lsa, bizning fans do'stlar yoki boshqa do'st birodarlarning filmni ko'plab yo'llab qo'yinglar, boshqalar ham foydalanib olsin. Jalliq turinglar.